chapga berkitadi. O'ngga asosiy korpus bor. Bu hozir oldi qanaqada? Krugley. Ikkitani ham bo'lib ishlaydi. Derazani eshik bor. Ha, bu derazadan Chap tomon chiqib qo'yilmagan hali? yo'q. Yo'q, olinadi-da. Ha, olinadi. Ana bu Derazani joyi bor. Ichkari kirmasi topshirgan qonun markazi ketganda, bu yerda shunday kelgan. Shunday qilib qo'yishdi. Oliy Majlis fondining tashabbusi bilan bu kutubxona qurilishi amalga oshirilmoqda. Avvalambor bu tuman xalqiga, tuman deputatlariga ham juda ham katta, nima deymiz, sovg'a bo'ldi desak ham bo'ladi. Bu jarayonlarda kelajakda davom ettirish, bu kutubxonani asrab-avaylash, kitob fondidan unumli foydalanish, yoshlarni bevosita mana shu kitobxonaga jalb qilish bo'yicha katta ahamiyatga ega bo'ladigan loyiha sifatida ko'rmoqdamiz biz deputatlar. Shu maqsadda avvalambor bu ishlar jarayoni tugagandan keyin bu yerga bevosita deputatlarning o'zi ham hududlardan saylangan boshqa deputatlar birgalikda yoshlarni jalb qilish, jamoatchilikni jalb qilish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish bo'yicha ham targ'ibot tashviqot ishlarini bevosita olib borishni o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz. 380 xo'jalikniki alohida shu toza ichimlik suvidan ta'minlashga nasos qo'yilishi kerak. Sonra oyundan keyin ma'lum buraligida bo'ladi. 80 dan olib chiqqan bo'lsa, endi keyingisini 100 bo'ladi. Urush kerak bo'lsa, Qo'yganda undan pastga urib, pastdan olish kerak. Ertaga bular mana bularni qilaman deyotganda, mahallaga boraman desa, "Yo'q, biz bu yoqqa keldi, biz o'zimiz boshqaramiz" deb rahbar chiqib qolmaydimi boshqasi? Yo'q. Muammo bo'lmaydi. Mana uzuktacha ma'lum oshirmaydi. Arzonroq tushundimi? Yo'q, bu vodovod liniyada soat Bo'lmaydi bundan. yo'q. Davlat katta bu to Nurobod shahrigacha suv ketishi kerak. Eski liniya chilib tamom bo'lgan. Bu bashli eski bash edi. Buni Obod mahallaga tushgan vaqtda 2021-yil remont qildirib tayyorlagan liniya yo'q, faqat qolib ketgan. nima bo'ladi shuni qilsak? Qancha metr ko'chib bo'lgan? Xonadon men kecha hisoblatdim, bega ko'cha boshilardan 9800 metr kechyapti-da. 76 metr bilan hisobladim. Chunki deganimiz reanimatsiyaga muhtoj bemorlarni hozir kislorodga muhtoj bo'lishi mumkin yoki ularning uchun chora-tadbirga muhtoj bo'lgani hammasi viloyatda ikkinchi bosqichda muassasalarga ko'chirilishiga to'g'ri keladi yoki vaqt yoki skoriy safharga masofada. yo'q. 30 kilometrgacha boradi. Hozir o'zimizda joy bor.